Bugungi videoda men youtuberlarga kirish savollar berib ko'raman. Videosining bu 10-qismi. Qani unda biz videoni boshladik. Birinchi youtuberimiz bu Shaxes. Shaxes, yoshligingizda bacha bo'lganmisiz yoki bola bo'lganmisiz? Hamma bola bo'lgan yoshligida deb javob berdilar. Va bizning ikkinchi youtuberimiz bu Felix. Felix 2 necha va 3 necha? 22, 33 deb javob berdilar. Va bizning uchinchi youtuberimiz bu Dizer. Dizer, qarzingizni qachon berasiz? Hech qachon kutmang, hech qachon bermayman deb javob berdilar. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, shu videoga like bosib, kanalimizga ham albatta obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Biz sizga bir obunachi bo'lishimiz kerak. Shuning uchun ham bizning kanalimizga albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Va bizning 4-youtuberimiz bu Hacker. Hacker, sizga o'xshab ko'proq sifatga ishlash uchun nima qilish kerak? Sifatga no'g'ri ishlash uchun birinchi videoni sifatli olishingiz kerak va shunga qarab sifatli qilaverasiz deb javob berdilar. Va bizning 5-youtuberimiz bu Reker. Reker, tezroq qayting, hammasini qaytishingizni kutyapti. Albatta, yaqin orada qaytaman deb javob berdilar. Va bizning 6-youtuberimiz bu Artifact. Artifact, ko'proq nimadan idea olasiz? Ingliz va rus Minecraft youtuberlaridan deb javob berdilar. Videomiz shu joyda qoladi. Videoni oxirigacha ko'rganligiga rahmat. Shu videoga like bosib, kanalimizga ham albatta obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasa, biz sizga bir obunachi bo'lishimiz kerak. Shuning uchun ham bizning kanalimizga albatta obuna qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.